Assalomu alaykum. Ismim Zayniddin Daminov, Sirojiddin o'g'li. Sharda universitetining 3-bosqich amaliy ingliz tili yo'nalishi tahsil olaman. O'tgan yili bo'lib o'tgan Islom Karim nomli davlat stipendiyasida Sharda universiteti tomonidan g'olib deb topildim. Birinchi bo'lib mana shunday stipendiyalarni, nomdor stipendiyalarni yo'lga qo'ygan davlat rahbarlarimizga minnatdorchilik bildiraman va so'ngra mana shu universitetimizdagi professorlar, o'qituvchilar, mentorlarimiz menga juda ham ko'mak berib, motivatsiyalar berib, o'qishimda yaxshi natijalar olishga juda ham katta yordam berishgan. Ularning hissalari juda ham katta, chunki bunday katta yutuqni bir kishi olishi juda ham qiyin deb o'ylayman. Ularning yordamlari va bergan bilimlari bilan shu darajaga erishishimiz mumkin. Va so'ngra menga ishonch bildirgan onamga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Chunki ularning ishonchi bilan o'qishga bo'lgan ishtiyoqim yana ham oshadi. Va shu borada bizning universitetimizga kelgan birinchi bosqich talabalariga beradigan maslahatim, o'qish davomingizni rejalashtiring va ichki va tashqi bo'lib o'tadigan tadbirlarda faol ishtirok eting. Chunki har bir harakatingiz keyinchalik sizga juda ham katta yutuq olib kelishi mumkin. O'zimdan misol keltirib oladigan bo'lsak, o'zimizning ichimizda bo'lib o'tgan har xil klub aktivitalarimizda qo'limdan kelganicha ustozlarim ko'maklari yordamida faol ishtirok etdik va yaxshi natijalarni qo'lga kiritdik. Bu yerda birinchi o'rinni olish muhim emas, balki sizning ishtirokingiz muhimdir. Shuning uchun o'z o'qishingizni vaqtini qadrlang, qo'lingizdan kelganicha ilm o'rganing. Muhtaram prezidentimiz kelajakni faqat yoshlarning qo'lida deb bekorga ta'kidlamagan. Sizning qo'lingizda hamma narsani o'zgartirish. Hozirda agar siz vaqtingizni behuda sarflab, ijtimoiy tarmoqlardan mukkasidan ketib, ularni limitday bila olmasangiz, kelajakda kimdir ana shu narsalarga erishgan odam sizni ustingizdan boshliqlik qiladi. Hammangizga kattakon rahmat. Hozirda o'qiyotgan talabalarni kelajakdagi maqsadlarini yanada ham zo'r bo'lishiga tilakdoshiman. Bu borada to'xtab qolmang, o'zingizni ustida ishlang. Hech qachon o'qishdan to'xtamang. Va agarda siz O'zbekistonda turib, ya'ni aynan xalqaro yo'nalishdagi ta'limni olmoqchi bo'lsangiz va mana shunday nomdor stipendiyalarga erishmoqchi bo'lsangiz, Sharda universitetida tahsil oling.